Ular bilan ko'rishishim kerak. Aniq. Sano va Kisaki. Tokio qasoskorlari Anibla.uz taqdim etadi. Yugurday bo'lib qolsam, ularni hech qachon uchratmayman. Keyin afsuslanma. Yuta olmayman. Bir zarba uni to'liq kuchini ko'rsatyapti. Nima bo'ldi, Hanagaki? Faqat gapira olasan, xolosmi? Bir zarbada tugamaydi deb umid qilaman. Takemichi. Takemichi. Yetadi, Takemichi. Bas qil, u seni o'ldiradi. Hali tugamadi. Uni ur, Kiyomasa. O'ldir uni. O'ldir uni. O'ldir uni. O'ldir uni. O'ldir uni. Kiyomasa. Yo'qol chuvalchang. Man hali tugatmadim. Bas qil, Takemichi. Bunaqada o'lasan. Takemichi, bas qil buni. Hali tugatmadim. Bu kam. Men yuragimdagi butun qo'rquvni yo'qotish uchun 12 yilda yig'ilgan qo'rquvni nima deb o'tdi o'zi? Men qochganman xolos. Yana va yana. Faqat sen opamni qutqara olasan. Qoch, Takemichi! Jasurligingni ko'rsatib bo'lding. Ortga qayta olmayman. Qochmaslik uchun
Sabablarim bor. Tokio svastonlari guruhidagi Kiyomasa. G'alaba qozonish uchun meni o'ldirishing kerak. Men hech qachon taslim bo'lmayman. Man Hinani qutqaraman. Bitani olib kelinglar. Jinursan Takemichini qutqarish kerak. Barakalla. Seni o'ldiraman. Bita. Bu qo'l jangi-ku axir. Qani tezroq. Qo'y, Kiyomasa. Nima? Bollarni qo'rqitma. Bu kim? Jahling chiqmasin. Ahmoq. Soch chiqarilgan malla soch va boshidagi ajdarho tatuirovkasi. Bo'lishi mumkin emas. Tokio svastikasini o'rinbosar sardori Ken Ryuguchi. Laqabi esa Traken. Eshit, Kenchik. Odamlar orasida bunaqa atama. Hamma Dorayakini yeb tashladim. Bu yana kim? Botda nima bo'tganini tushunmagandir. Salom. 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 Bo'lishi mumkinmi? Salom. Qo'mondon. Qo'mondon Manjiro Sano. Bu Tokio svastonlarining sardori. Manjiro Sanomi? Sano. Men Akaishi 3-maktabni moto jamoasidanman. Yo'ldan qoch. Mayki unga qiziq bo'lmagan odamlar bilan gaplashmaydi. Kechirasiz. Rostdanmi? Red hatto javob ham qaytarmadi. Salom, qo'mondon. Kiyomasa, qachondan beri o'zingni bunaqa tutyapsan? Qo'mondon bilan shunaqa balandlikdan salomlashish. Tushundim. Ismini ayt. Hanagaki Takemichi. Tushunarli. Takemichi. Takemichi? Agar Mayki bunaqa aytayotgan bo'lsa, ismin Takemichi. Nima? Hali o'rta maktabdanmisan? Takemichi. Endi og'aynilarmiz. Xo'pmi? Nima? Jangni san boshladingmi? Ha. Kimsan o'zi? Kiyomasa. Mayli. Ketdik botdan. Kenchik. Janglarga pul tikish jinnicha ish. Do'st va obro'siga putur yetkazma. Takemichi. Ko'rishguncha. Qarab turmanglar, ketinglar tezroq. Bu to'svani sardori Manjiro Sano. Juda zo'r chiqdi, Takemichi. Men ich-ichimdan ta'sirlanib ketdim. Umuman yutqazmagan Maykining o'zi senga e'tiborni qaratdi. Jinursan, Takemichi. Rostdanam. Bu maxluq menga e'tibor qildi. Yo'q. Xo'jayin. Faqat o'z haqida o'ylaydigan maxluqni o'yinchog'iga aylanib qoldim. Do'zax aylanasidan pastga. Nimaga aynan men aytgancha
Endi Takemichisan. Agar Mayki shunaqa degan bo'lsa, Takemichisan. Ahmoq bo'lish yaxshi-ya. Haqiqiy. Ahmoqlardek. Lekin ularning jinnicha hazillarni eshitmaganimga ko'p bo'ldi. Takemichi. Man Kiyomasani o'ldirishga tayyor edim. Nima? O'zing o'ylab ko'r. Umrbodga uni yugurdagi bo'lib qolishimiz mumkin edi. Kiyomasani o'ldirishim kerak edi. Akon. U har doim do'stlarini qadrlagan. Rahmat Takemichi. Sani harakatlaring bilan biz boshqa uni yugurdagi emasmiz. Bu juda ham zo'r edi. Yetadi. Uyaltiryapsan meni. Yamagisi. Umuman o'xshatmading. Yo'qol Takemichi. Maktab emas, qamoqxona. Ertalab 8 da juda erta. Salom, Takemichi. Hina. Barakalla. Erta turib kechikmabsan. O'qishdan so'ng qo'shimcha darslarim bor. Tushunarli. Qo'shimchadan oldin uchrashuvga boramizmi? Albatta. Aytgancha bu uchrashuv axir. O'ylab ko'rsam maktabga borish ham uchrashuv. La'nati, har xil sinfdaligimiz yomon-da. Maktab juda ajoyibda. Bu muhim. Yaxshilab yodlab olinglar. Barbaram. Vaqtimni cho'g' o'tkaza olmayman. Tetta Kisaki va Manjiro Sano. Ularni uchrashishiga yo'l qo'yma. Shunaqa bopamma qutqarasan. Naoto. Manjiro Sanoni uchratdim. To'satdan bo'lsa ham. O'sha kelishmovchilikdagi Hinani o'limini oldini olish uchun Tokio svastiklar ichidagi janglarni to'xtatishim kerak va bu uchun shu vaqtdagi guruhni sardorlarini uchrashishiga yo'l qo'ymasligim kerak. Ulardan birini Manjiro Sanoni uchratdim. Biroq endi nima qilish kerakligini umuman bilmayman. Uchrashishga yo'l qo'ymaslik. O'ylab ko'rsa buni imkoni yo'q. Qaysi maktabdansizlar, ahmoqlar? So'ringlar botdan. Qani? Shu yerdamisan? Ketdi o'ynaymiz, Takemichi. Eshit, bizni darsimiz bo'tdi. Bu bola umuman to'xtashni biladimi? La'nati, biz 9-sinflarimiz. Kechirasiz. Bo'tda nima bo'ldi? Ular jahlimni chiqarishgani tufayli urib tashladi. Bolalar, qani tik turinglar-chi. Qorninglarga yotinglar. Bir-biringlardan juda uzoqdasizlar. O'zinglarga og'irroq bo'ladi. Nima bo'ldi o'zi? Tokio Svastonlar guruhi. Ular haqiqatan ham jinni. Aytishicha, Udagawa jamoasi Sinseydagi boshqaruvni qo'lga olmoqchi. Gap yo'q, adabini beramiz. Ular uchun odamlar ustidan kulish odatiy ish. Ertalab cho'milganda ish. Qandoqsan, yaxshimi? Kechagidek. Bandmasan-ku, to'g'rimi? O'zi band edim. Ketdik, aylanamiz. Mayki, mana eshitdingmi o'zi? O nima, Mayki bilan do'stmi? Bizani bo'larimiz bo'ldi. Qara, bu Takemichi axir. U Maykiga yo'qdi deb o'ylagan edim. Nima qilib qo'ydi o'zi u? La'nati, uni o'ldirib qo'yishadi. Tatibana. Mayki, to'svadagi Maykimi? Bo'lmasa, bo'yi balanddir ekanmi? Jambol, bo'lmasa urib tashlashadi. Bilasanmi? Asabiylashma. Shunchaki gaplashamiz. To'g'ri, bu imkonim. Mayki bilan yaqinlashib, Teto Kisaki bilan uchrashuvini oldini olamiz. Ketdingmi? To'xtanglar-chi. Kimsan? Hina.
Kechirasan, to'satdan ishim chiqib qoldi. Takemichi, ketdi. Bu bolalar ortidan borma. Nima? Seni himoya qilaman. Hina. Qaltirayotdi. Eshit, Oypakani hozir o'ldirib qo'yaman. Chapaloq urushga urib, endi tinchgina ketyapsanmi? O'zingni kim deb o'ylayapsan? O'zinglar nima qilyapsizlar? Ha? Maktabimizga kelib, uni olib ketmoqchimisizlar? Do'stlar, bunaqa qilmaydi. Takemichining yuzi har doim ko'kargan. Agar bunga aybdor bo'lsanglar, buni kechirmayman. Qo'y vor uni. Darhol. Nima deding? Qattiqroq aytarchi. Seni himoya qilardim. Qo'y vor deb aytibman. Eshik. Hinani himoya qilaman deb so'z berdim axir. Kim bilan gaplashayotganingni esdan chiqardingmi? Sizlarga umuman berib qo'ymaydigan narsam bor. Nima? Berib qo'ymaydigan? Ha! Biz do'st bo'lamiz deb o'ylagandim. Dahshatli. Javob ber. Qanaqa o'lmoqchisan? Bir narsaga so'z ber. Hinaga tegmaslikka so'z ber. Nima? Tupurdim. Hazillashdi. Haqiqiy ahmoq. Takemichi. Qiz bolani hech qachon urmayman. Takemichi. Menga baqirdingmi? Kechir. Kechiraman. Demay berib qo'yinman-de. Mollar kamdan kam qizlar haqida bunaqa deydi. Bu eskilik bo'lib ketgan. Lekin juda xursand bo'ldim. Eshit, Takemichi. Bu bolalar kim? Kechir. Hammasini noto'g'ri tushunibman. Hammasi yaxshi. Zarbing juda zo'r edi. Kechirasan. Sevgilini himoya qila olishing juda ajoyib, lekin esingda tut. Bu sen uchun yomonlik bilan tugashi mumkin. Tushunarli. Mayli, ketdim. Ha, bo'pti. Haligi uchrashuvimizchi? Keyingi safar boramiz. Ko'rishimcha do'stlaring sen bilan vaqt o'tkazmoqchi ekan. Xayr, meni boshqa urma, xo'pmi? Yaxshi. Bunaqasini uchratish juda qiyin. Uni asrab avayla. Naoto'ning aytishicha, 12 yildan so'ng Tokio svastiklar guruhi kazinoni boshqaradi, odamlarni o'ldiradi va odamlarni yaralaydi. Hamma narsaga tayyor jinoiy guruh. Janglarga pul tikish, jinnicha ish. Qiz bolani hech qachon urmayman. U rostdan Tosvali yovuzlarni boshqaradimi? Etchi, Maki. Nimaga senga yoqib qoldim? Judayam jinnicha savol. Kechirasan. Mandan 10 yosh katta akam bor edi. U o'ldi. Jinni bola edi. Undan kuchliroq bo'lgan raqiblar bilan ham urushishga tayyor edi. Tushunarli. U zo'r bo'lgandir-a? Takemichi, menga akam eslatasan. Nima? Bunchalik zo'rmasman. Nima bilan unga o'xshayman? Ha, undan kuchsizroqsan, Takemichi. Bu gaping yuragimga tegdi.
Bizni paytimizda bezori bo'lish yaxshi emas. Tushunarli. Hozirning o'zida bunaqa fikr tarqalyapti. Akam tiriklik paytida ko'chalarimizda ko'p baykerlar yurardi. Mototsikllarni haydaganlari eshitilardi. O'zlarini zo'rdek tutardi. To'xtamasdan urishardi. Biroq ular o'z xatosini to'g'rilay olishardi. Nimasi yaxshi emas, ha? Shuning uchun yangi bezorilar davrini boshlamoqchiman. Menga qo'shil. Menga yoqding. Takemichi Hanagaki. Bu dunyoda kuchli jangchilar juda ko'p. Lekin bilasanmi, o'zingga qadrli bo'lgan narsani berib qo'ymaslik uchun xohlagan odam bilan kurashish senga o'xshaganlar kam. Bu haqida o'yla, Takemichi. Mayki bezori, lekin yovuz emas. Kamida bayram paytidagi yuk mashinani haydab Hinani o'ldirmasdi. 12 yildan so'nggi Tokio svastiklari. U bunaqa jamoani sardori bo'la olmaydi. Maykini nima shunchalik o'zgartirdi? Manjiro Sano va Teta Kisaki. Agar ular uchrashmaganida, Tokio svastiklar guruhi mavjud bo'lmasdi. Ha, buni oldini olib bo'lmaydi. Bu to'g'ri. Uni qayerdadir ko'rgan deyman. Davomi bor. Ovoz berdi Mega. Tarjimon Lemniskata. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.